O'sha kuni juda sovuq edi. Tun qorong'u. 2011-yil. O'shanda ismam chiqib, o'rnimda yotgandim. Kasal bo'lganim sababli onam ham yonimda edi. Dorilarni o'z vaqtida qabul qilishim va ahvolimni tekshirib turish uchun menga qarayotgandi. Quloqimga kimningdir shivirlab gapirgani eshitildi. Ko'zimni ochsam, yuragim tez-tez urayotgandi. Harakatlanay desam, tanamni qimirlata olmasdim. Sal nariroqdan shivirlab gapirgan ovozlar eshitilishda davom etdi. Aniq nima aytilayotgani esimda yo'q, faqat sekin gapirilayotgan bir necha so'zlar edi. Ovozlar borgan sari yaqin kelayotgandi. Nima bo'layotganini tushuna olmasdim. Na harakatlana olardim. Oyog'imda og'irlikni sezdim, xuddi kimdir turgandek edi. Badanim jivirlab ketdi. Keyin ovoz na qulog'imning yonida eshitildi. Shunda internetda eshitgandim. Uyqu falaji haqida o'sha yodimga tushdi. Uyqu falajidan qutulish yo'li oyoq barmoqlarini qimirlatish edi. Shunday ham qildim va kalima qaytarishga urindim. Shunday qilsam qutulaman deb umid qilgandim. Yaxshiyam o'sha damda hammasi tugadi. Chuqur nafas oldimda onamni uyqudan uyg'otdim. Bo'lgan narsalarni aytib berdim. U esa xavotir olayotgandi. Hammasi yaxshi bo'ladi, men yoningdaman dedi. Shunda o'zimni yengil his qildim va yana uyquga yotdim. Oradan bir oy o'tdi. Xonamda komediya film ko'rayotgandim. Soat esa kechki 11 bo'lgandi. Shunda birdan chanqay boshladim. Xonamdan chiqmoqchi bo'ldim. Xonam 2-qavatda bo'lgani sababli pastga tushishga to'g'ri keldi. Uydagilarni uyg'otib yubormaslik uchun chiroqlarni yoqishga urinmadim. Chunki xira bo'lsa ham xonalar ko'rinardi. Endi xonadan chiqmoqchi bo'lganimda ko'zimga nimadir ko'rindi. To'g'rimda divanda kimdir o'tirgandi. Xona juda qorong'u bo'lsa ham ko'zlari ko'rinib turgandi. Uning ko'zlari to'g'ridan-to'g'ri menga qarab turardi. Men esa qotib qoldim. Tanam muzlagandek bo'ldi. Orqaga biroz yurdim-da, eshikni yopib tashladim. Shunda ota-onam ham xonada ekanligi yodimga tushdi. Ular ham men bilan film tomosha qilayotgandi. Meni ko'rib nimadir bo'lganini sezdi va tinchlikmi deb so'radi. Men esa yig'lab yubordim. Oradan bir qancha vaqt o'tdi. 2016-yil edi. Kollejda o'qiyotgan paytim edi. Imtihonga tayyorlanayotgandik. Kvartirada yolg'iz emasdim. Do'stlarim ham bor edi. Ular bilan juda qiziqarli kech tushguncha uxlayotgandim. Birdan ko'zimni ochib qarasam, katta qora sharpa bir burchakda turgandi. Aniq ko'rinardi. Katta barmoqlari bilan meni ushlamoqchi edi. Harakatlana olmasdim. Ko'zimni yumib oldim. 5 daqiqacha ochmadim. Kalima qaytara boshladim. Haligi jonzotdan qutulishni qattiq istardim. Xudoga shukr, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ba'zan uyqu falajiga tushib turaman. Hozirgi kungacha eslasam qo'rquv paydo bo'ladi. Nima bo'lganda ham Xudodan yordam so'rang, kalima qaytaring. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi.